Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ishimiz Ulug'bog'da, Ulug'bog' 6-brigad bir xonasida polniy mramor variant bo'ldi, bir xonasida har yerine dona pechat bosib berdik. Video davomida ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Katta zal joy, chetlari polniy krugovoy. Bitta kartondan aylangan, o'rtasidan bir yerdan bo'lingan. Yine obunachilar, bu ikkinchi xonamiz. İkinci xonamizda 4 metre, 5 metrelik xona. Skromniy, her yerine gül tushirib ishlab berdik. Yani podlistra joyini ko'rib turibsizlar. 2 kvadrat gül tashladik, chetlarida 1,5 kvadratdan. Yotoqxona bo'lgandan keyin gulli variantdan tanladik.